onasini sen qo'shni bo'lgansan o'sha. 1 yildan beri gapiraman, qizimni yerga beraman, to'ffaraman hozir qo'shni qilma, yo'qmasam o'ziyapsa qo'shni. O'ng qarang uyni sop qo'ygan, uyni qarang nima baqirib chaqir qilay. Siz o'ng qarang remont ahvoli kelgan qusuvchilar makida aynib ketib qolyapti. Qizimni yerga bera olmayapman. Bo'ldi, o'zingiz bosing, bo'ldi. Shunaqa qilishingiz bilan men sizga zo'n narsa topib berdim. Qo'shni, hasadga yangilik bo'ladi. Mana shunaqa qilib penan viqat sachasiz. Shunday holatda tarsatib bitta yopishasiz, bo'ldi. Qatagandan keyin umuman tushib ketmaydi. Ko'rdingizmi? Osilsam bo'ladi. Tushib ketmaydi bu. Bunday qilsa tushib ketishi mumkin. Eng qizig'i mana shu fasadimiz yozda issig'idan, qish sovuqdan saqlaydi. Super mo'shi bo'ladi qo'shni. Ursangiz ham ishtim olmaydi. Tashqarilari ham tabiiy tosh bo'ladi. Qalinligiga keladigan bo'lsa 3 sm dan 5 sm-ligigacha bo'ladi. Super mo'shi bo'ladi. Bu ya'ni terma panel bo'ladi. To'kingizni 10 million so'm rasxod qilayotgan bo'lsangiz 5 million so'mga tushirib beradi. 1 kvadrat metri 85 ming so'mdan boshlab turib 110 ming so'mgacha bo'ladi. 50 kvadratdan yuqori oladigan bo'lsangiz, sizga o'xshagan qo'shnilar uchun vodiy bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul ekan. 1 kvadratini ushbu biznesni o'rganamasalar 25 ming so'mdan qolar ekan. Kuniga 100 kvadratdan 250 kvadratgacha quysangiz bo'lar ekan. Ya'ni kuniga 3 milliondan 5 milliongacha, oyiga 100 milliondan 150 milliongacha foyda ko'ramansalar, sanoviy narxi 8 dollardan boshlanadi. Bu narxlar ichida O'zbekiston bo'ylab dastlabki sizga o'xshaganlar uchun uygacha mutlaqo bepul, yeb, ichish, yotog'i, обучениесini mutlaqo bepul qilib berishar ekan. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastga qoldiring. Endi siz ham yuzga shunaqa qo'shnilar chiqsa, endi qo'rqmay mana shu narsa olsangiz bo'laveradi. Voy balam. Voy onam.